Parda orqasiga yig'ilgan shu eksudat mana juda ham quyuq, jelesimon suyuqlik. Mana 5 yoshli bolada adenoid sababli quloqlari parda ortiga suyuqlik to'planib eshitmay qolgan. Mana shuni adenoidini hozir oldik. Endi quloq pardani teshib, parda ortidagi suyuqlikni olib tashlaymiz. Quloq parda orqasiga yig'ilgan shu eksudat mana juda ham quyuq, jelesimon suyuqlik mana shu bolani eshitishiga ta'sir qilib eshitishi pasayib qolgan. Mana shuni olib tashlaganimizdan keyin hozir quloqqa shunt qo'yamiz. Mana shunaqa holat bo'lmasligi uchun birinchi o'rinda bolada adenoid muammosini hal qilish kerak. Bu bolamiz bir necha yil davomida og'zini ochib uxlagan, xurrega otib uxlagan va burundan nafas olishga qiynalgan. Oxir-oqibat mana qulog'iga asorat berib vrachga murojaat qilgan. Mana quloqqa qo'yiladigan T-simon shunt, mana shu quloq pardani ventilyatsiya maqsadida qo'yib qo'yamiz. Bu taxminan mana 3-6 oy davomida o'rta quloqni qurishiga yordam beradi va ventilyatsiyasini ta'minlaydi. Mana ikkinchi quloqda ham xuddi shu holat, quloq pardasi ichkariga tortilib ketgan. Mana shu parda ortida ham eksudat mavjud. Mana chiqayotgan suyuqlikni ko'rish mumkin eksudatda, quloq ortidan. Mana bugungi operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. 5 yoshli bolada adentomiya va ikkita qulog'ida shunturiniya, ya'ni nog'ora bo'shliqni shuntlash amaliyotini o'tkazdik. Bolada endi erkin burundan nafas va quloqlarda eshitishi operatsiyadan keyin yaxshilanadi.